Assalomu alaykum do'stlar. Bugun yana Karavan mehmonxonasida XM brokerining video seminarlari bo'lib o'tadi. Bunda trading to'g'risidagi ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Hozir shu to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'rsatib o'taman sizlarga. Trading bo'yicha qanday ishlash mumkin, qancha daromad ega bo'lish mumkin. Men o'zim ham qiziqib shu seminarga keldim. Shu videosini ko'rsatib o'taman. Urganchdagi birinchi seminarimizga xush kelibsiz deymiz. We will start with introduction about XM, a company which has been in the market for 15 years now. We have 15 million clients from 190 countries, one of which is of course this beautiful country Uzbekistan. Biz o'zimizni tanishtirishdan XM kompaniyasi haqida gapirib berishdan boshlashni xohlagan bo'lardik. XM kompaniyasi bozorda 15 yildan beri faoliyat yuritadi va 15 yil mobaynida 15 milliondan ortiq mijozlarga 190 ta davlatda xizmat ko'rsatib kelyapti. Va bu davlatlardan biri albatta bizning go'zal O'zbekiston. This year is our 15-year anniversary, so we have launched a lot of promotions and also revamps. Bu yil bizning 15 yillik yubileyimiz tufayli biz o'z platformamizda yangi bosganimizda sizga har xil yo'nalishlar bo'yicha ma'lumotlar berishim mumkin. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, O'zbekistondagi bizning ekspertlar tomonidan beriladigan ma'lumotlar ham shu yerda mavjud. Misol uchun bugungi spikerimiz Jamshid Karimovning berib boradigan ma'lumotlarini aynan shu yerda Zeta Tradingga obuna bo'lish orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va Jamshid Karimov berib borayotgan analizlarni shu yerda topishingiz mumkin va bundan tashqari boshqa ma'lumotlarni ham shu yerda topishingiz mumkin bo'ladi. Endi juda ko'pchilikni qiziqtiradigan savol depozit va depozit bonuslar masalasi. Misol uchun mana bu yerda ko'rishingiz mumkin $300 hisobda ko'rsatyapti. Endi biz hisobni ochgan paytimiz, ya'ni depozit qilish uchun bu yerda mana ko'rishingiz $150. Sababi $150 depozit qilingan va $150 qo'shimcha ravishda savdo qilish uchun bonusi berib borilgan 100% miqdorida. Va siz depozit qilishingiz uchun kredit kartalar, ya'ni kredit debit kartalar, Visa yoki Mastercard, kriptovalyutalar orqali, Binance Pay yoki Uzcard Humo kartalari orqali depozit qilishingiz va ushbu uslublar orqali pullaringizni chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Hozirda pul kirgizish va chiqarish soniyalar ichida amalga oshirilmoqda. Va biz taqdimotimizga qaytamiz.
So we have lots of similar promotions, like the one that Saijahwan just told you, with a 100% deposit bonus up to 35,000. In order for you to stay up to date with all of the promotions and everything new that is going on inside XM, please follow us on our social media. Aytib o'tganimizdek, bizning platformamizda juda ham ko'p aksiyalar amalga oshirib boriladi va bulardan bexabar qolmaslik uchun bizning ijtimoiy tarmoqlarda ushbu QR kodlarni skanerlash orqali kuzatib borishingiz mumkin. You can find educational material on our YouTube on XM, Central Asia and Caspian. Siz trading haqidagi ta'lim videolarini YouTube'dagi XM, Asia va Caspian kanalidan topishingiz mumkin. You can also find out about whatever is going on in XM, seminars, etc. from Telegram, XM Uzbekistan. Va XM'dagi barcha yangiliklar va bo'lib o'tayotgan aksiyalar haqida siz XM CAC kanalidan, Telegram kanalidan topishingiz mumkin. XM Uzbekistan. And also we have lots of fun activities that are going on for Instagram. Next month we also have our gala, which will happen in Tashkent. You will be able to see how exactly the gala goes through our Instagram XMCAC. Bundan tashqari juda ham qiziqarli ma'lumotlar va videolarni siz bizning XMCAC Instagram kanalida kuzatib borishingiz mumkin. Misol uchun, keyingi oyda bizning XM Gala katta kechasi bo'lib o'tadi. Ushbu kechalarga siz tashrif buyurishingiz yoki Instagram orqali ushbu kecha haqida ma'lumotlarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Thank you very much for your attention, and now we'd like to welcome Mr. Jamshid Karimov. E'tiboringizni rahmat. Jamshid Karimov. Assalomu alaykum barchaga. Hamma meni eshityaptimi? Xo'sh, qani tuzilmay. Arasida bir reaksiya ketishi kerak. Foyda bo'lsa deb o'tishim kerak. Shuning uchun yarim ketsa kerak. Xo'sh, birinchi savoldan boshlagan bo'lsak, o'zi kim kamida 6 oydan beri zavod qilibdi? Bor, yaxshi. Kim shu o'n ichidan hududdan sif bo'lgan? Xo'p, bundan qo'lga ko'paydi. Yani ko'pincha shunga vaqtda problema joyida bo'ladi. Ko'pchilik tradingni слишком murakkablashtirilar. Ya'ni yetarli analizatib diagrammasini ko'rsang, sizdan hamma chizib qo'yadi. 10 dollarda indikator bo'lgan bo'ladi. Yana hamma o'rda bo'lgan degan chiqqan bo'ladi. Yana shuni screenshotlarga ko'p fotoshoplanmoqda. Nima qilamiz? Bu ko'pincha lavhalarga ya'ni sizda necha tradingni, investitsiya moliya bozorini murakkablashtirsang, shunchalik problema bor, shunchalik huquqsiz ehtimolli yuqori. Va bugun eng asosiy bugun sizlardan aytadigan narsam, ya'ni men tushuntirishga harakat qilgan narsam qancha murakkab narsa emas. Qayta iloji boricha bu banda sodda narsa qaytib ketdi. Shu qo'yish sodda narsaga amal etsangiz ham yetarli bo'ladi degan g'oyani berishga harakat qilish. Demak, shu sodda narsalarni 10 narsa deb bo'ladi. Xo'sh, bugun sizlar bilan shu quyidagi 10 narsani muhokama etishimiz kerak. Ya'ni mana 10 qoida desak, shu 10 qoidaga amal etsa, hamma o'z muvaffaqiyatini erishishi mumkin. 10 qoidalarda lekin birinchi 4-qoida bor. 4-qoida nima zo'r so'zlar qoida bu, kalang ishlatish kerak bo'lsin. Kalang ishlatish kerak. Kalang ishlatish kerak, yetingi ishchi prezentatsiya qilishim kerak. Aning boshiga aytgan gapni tushuntiraman bilmayman. Edebiyotga to'g'ri keladi. Aning boshiga aytgan narsa oddiy mantiq bo'lishi kerak. Ya'ni biror narsa ko'rib turmasam, prosta o'ylansang to'g'ri kelsagina to'g'ri keladi. Bo'lmasa yo'q. Masalan, O'zbekistonda qaysi do'konda qo'la yo'q? Boshqa yerga yo'q, to'g'rimi? Endi taqviyatdan sizlar aytasiz. Hozir internet rivojlangan davrda o'zi unchalik aqlli bo'lishini ham shart emas. Umuman bilim shart emas. Qo'limda telefon sandan aqlliroq va shundan foydalanish mumkin. Prosta girib turib Google'a eng ko'p ishlardan ichimliklar deb yozsang, prosta o'zing bilishing shart emas. U sana ma'lumot chiqarib beradi. Masalan, shunday aytdim, masalan, shu rasmni oldik, masalan.
o'qishini ham shart emas, rasmiyat bilan chiqarib berasiz. Keyin shu narsa onlayn tamom bo'lsa, quyidagi ekranda sizda dunyo bo'yicha eng ko'p ichiladigan ichimliklarni ko'rib turibsiz. Shunday keldik, o ko'p ichib turibdi. Aslında qarasak, shularning hammasi 4 ta kompaniya tegishli. 4 ta kompaniya shu ichimliklarning hammasini egasi. Albatta endi Cola, Fanta, Sprite, Monster va shular Dr. Pepper'ning hammasi Cola'ning qismi. Pepsi, keyin Gatorade, Lipton, Mountain Dew degan Pepsi'ga tegishli. Endi Nescafe, Neste'ga tegishli va o'rtada Unilever. Demak, shularning hammasini bizlar bor yo'g'i 4 ta kompaniyani. Shu 4 ta kompaniya Cola ichimlik bilan deydi, kim so'radi? Windy Cola ichimlik qo'yamadi. Yo'q, shu sababli Cola'ni narxini grafikga qaraydigan bo'lsak, bu yerda balandda to'g'ri, pasaymiz. Bu yerda zarar ko'rish uchun bilan ko'ra eng balandini olib, eng pastini sotish kerak. Bilan ko'rish kerak, to'g'ri. Chunki sen boshqa vaqtda sotib olsang, просто umid qilib o'sib qoladigan narsada zarar ko'rish uchun uni bilan ko'ra zararliroq sotib qo'yish kerak. Yana hozir shu grafik endi bugun bozor ishlanib turibdi. Haftalik grafikda ko'rdik. 2012-yildan to 2025-yilga 13 yil davomida grafik. Biz ya'ni mantiqa to'g'riga turibmi? Demak, o'tirib o'ylansang, shunday desang, to'g'riga turibmi? Просто shu ishlatish kerak. Yo'q ishlar. Nechun bu ishlar aytmaydilar? Nechun sodda strategiyadan foydalanmaydi? Chunki modniy emas. Ya'ni Instagram'a tashlab qo'ymaydi, bu narsani. Boshqa hayotda maqtalib so'zlab qo'ymaydi. Xo'sh, endi yangi biz asosiy konkretlarga qarab, birinchisi, endi sen murakkablar narsalar o'tsak, birinchi fundamental qonuniyatlarga e'tibor berish kerak. Ya'ni insoniyatda, postoyanniy jamiyatimizda, hozirgi jamiyatda postoyanniy ishlab turgan narsalar. Demak, fundamental qonuniyat biz uchun 4 ta. Ya'ni bozorda hamma vaqt o'rganadigan 4 qonuniyat. Eng birinchisi u moliyaviy iqtisodiy sikllar. Ya'ni postoyanniy agar kimdir mahfuzda o'qiydigan bo'lsa, biladiki, iqtisodiyot doim sikllar bo'yicha hareket qiladi. Yani o'sish bo'ladi, stabillik bo'ladi, iqtisodiyot depressiyaga tushadi, yana notagin ko'tarilish bo'ladi va hokazo. Doim iqtisodiyot o'rtacha 4-8 yil atrofida sikl bo'yicha harakatlanadi. O'rtacha har 8 yilda demak biz yana inqiroz bo'ladi. Shuni bilish. Davlatdagi hegemonligi. Qaysidir davlat tarixan har vaqt hegemon bo'ladi. Va tabiat kuchlari insoniyatga chaldi. Shu 4 qonuniyatda seni trading, seni strategiyang qarshi chiqmaydi. Bu birinchi iqtisodiy moliyaviy siklni boshqaradi. Oltin oxirgi to'xtovsiz kaldi, to'g'ri? Eng zo'r o'sishlardan birisi bo'ldi. Hammani. Lekin bundan ham yaxshi kumush o'sdi. Kumush buni oltinga qaraganda 3-4 barobar yuzlab oldi. Oltinni vaqtlanishimiz mumkin, lekin kumush ancha e'tibor bermaydi, lekin kumush bundan 3-4 zo'r. Endi nashr o'z oldi. To'g'ri, bu yerda ko'p faktor bor. Eng birinchi faktorlardan biri masalan, bitta markaziy banklarni oltin ko'p miqdorda sotib olish. Xitoy o'zi valyutasini kuchaytirish uchun to'xtovsiz qilib ko'p davlatlar dollarga ishonmay boshladi, dollar valyutalarini zaxiralarini ko'proq oltin olib boshladi. Shuning farqi bor. Lekin undan tashqari asosiy oltin yana ko'rsatiladi. Dollar. Demak, bu yerda dollarning qadrsizlanishi ham bor. Bir vaqtda o'zimda oltin tarafdan boshqa dollarning qadrsizlanishi ham bor. Dollarning qadrsizlanishini oldindan bilib bo'lmaydi. Yo'q, bo'ladi. Sabab tarixiy statistika. Ushbu grafikga qarasanglar, Federalniy rezerv stavkani tushirib boshladi. Kim iqtisodchi bo'lmasa, stavka deyamiz, Fed stavkasi ham Markaziy bankning qayta moliya stavkasi. Ya'ni bank necha foizdan kredit beradi. O'zbekistonda 14%. Hozir banklar Markaziy bankdan 14% kredit oladi. Federal rezervda hozir 4%. AQShda. Demak, tarixini qarasanglar, 2001-yildan bu yerda inqiroz bo'ldi. 2007da ham jahon moliyaviy inqiroz bo'ldi. 2019'dan bu Covid'lerdi. Federal rezerv stavkani tushib boshlasa, yurtdagi oltin postoyanniy ko'tarilishi bo'ladi. Shu narsani hamma biladi. Chunki oxirgi 20 yildan beri to'xtovsiz takrorlanib boshladi. Shu chiqishi bilan Federal rezerv stavkani tushib boshlaydi degan gurung chiqishi bilan, mish-mish chiqishi bilan hamma oltin sotib boshladi. Chunki 2000dan beri shu narsa postoyanniy takrorlangan va yana takrorlandi. Yani bize tarixni o'rgansak, ko'p narsa ham bor. Jamiyatda bir xil narsa takrorlanadi. Prosta shu diagrammani kim ko'rgan? Bu diagramma internetdan buni qarashingiz mumkin. Ya'ni ma'lumot hozirgi kunda sirli emas, yo borib kutubxonadan qarash mumkin emas, diagramma prosta internetda topshiriq bor. Shu diagrammani o'zim yasadim. JP Morgan saytida.
JP Morgan Bank va Amerikada shuni saytimdan. Endi o'zi nechun tushadi? Ya'ni stavka tushirildi. Nechun tushiriladi? Chunki inqiroz bo'lishi mumkin. Iqtisodiyot rivojlanishi. Stavkani tushirsa nechun oltin tiklanadi? Aslında bir altın diklenmiyor. Dolar tarzına. Çünkü eğer kredi faizi pes olan olsa, onu aparatı canına. Hazır mesela, maşin kredi faiz Özbekistan'da. 25 faiz doğru. 25 faizler 400 milyonluk bir ne alsan, 2 euro kısasan, prosenti yaman zor çıkıyor. Töleşen kıyım olur. Yani bu 10 milyon size faiz töleyi de olur. Şimdi tasavvur edemez. Eğer köpçülük 10 milyon kırılmesi mümkün. Lekin stavkani bir foyda tushirtirsa, bir foyda kredit olish mumkin. O'sha olsa zaman avtomatik ko'payadi. Ko'proq kredit oladi. Keyin biznes boshlaydi. Biznesga borsang, hozir qaysidir bankda maktab biznes so'rasang, 33% dan kredit beradi. Lekin sana 5% dan kredit bersa, va biznes atamasang, biznes atsak, aytmagan o'ylanmaganlar olib boshlaydi, to'g'ri? Avtomatik bu valyutani darsdan olib turadi. Ko'payib ketadi oborot. Bu valyutanın kadrısılanışına alıp geldi. Bu kök kullanmayı olan kadran kısıyor. Bu neticede altın götürür. Bir de altın, ne fakat altın? Euro yüzlüğü, Avustralya yüzlüğü, başka valyuta paralar var. İkinci sorularımız, yani birinci sorular, iktisadi, siyasi hegemonluk. Hiç kaçan, kaysıdır devlet hegemon olsa, harbiy jihatdan, siyasi jihatdan güçlü olsa, şu devlet iktisadiyatına karşı çıkmış. Bu fakat hazırlıklarında bütün tehlikeli bir oldu. Mesela kadında Rim İmperiyası devrinden gelmem olsak, en önemlisi güçlü imperiyalardan bahsediyor olsak, Rim İmperiyası özel devrinde en zor iktisadiyat bu. Ve şöyle, öz çok kısmında baktığında bir iktisadiyat bankla kreditleri 4% olanlar, yaşlı falet var. Bu devrinde, qaysi devlet hükümran olsa, Osmanlı Türkiye devrini, Büyük Britanya'nın İmperiyası devrini, şu devlete investisiya kiritish en doğru karar. 1945 yıldan beri AQSh dünyada iyi oldu. Ve 1945 yıldan beri, ikinci Jahon uruşundan beri, hozircha Xitoy Amerika onu egallamadi. Hozirgacha Amerika iyi oldu. Şu sebeple, görüntüsü elde görüp duran grafikleriyiz. Bu S&P 500 indeksinin grafik. S&P 500 indeksi Amerika'daki en iyi 500 kampanyadan teşkil tutan indeks. Yani şu totasüz yapıyor. Neden? Çünkü üstün başlayacak olsa Amerika beşeder. Kimdir bombardıman? Onu derler, kimdir? Yine beşederler ki yolunu tapar. Şu devletler doğan iktisadiyatın rozantırıştırı bir işleder. Yani bir de hastayla vay bu. Vay beyanı satıp alır. Eğer size hazır en yukarı nokta şey satıp doğru. 1945 yıldan beri farkı yok. Kaysı noktada satıp olan olsana hazır plus var. Aslında yani bayda satıp savda yapıp adamlar, S&P 500'den fazla zarar edemez. Zarar görüşü imkanı yok. Farkı yok, kaysa stratejiyalar savda edeceğiz. Doğru, stratejiye öğreniş gerek. Lakin stratejiyenin özü sela stratejiye olsa, S&P 500'de sela işleyen stratejiye olsa, bu sana zarar edecek. Zor stratejiye olsa. Lakin şu stratejiyenin öğrenip durur, bu momentum boyunca bulamı, orada blok boyunca bulamı, ICT, SMC yaşlı her konuda çıkartmalar var. Şu an farkı yok. Kaysadır bozanam, şuradaki vay kısmını işlet. Sen fakat S&P 500'de sen de alırsın, senin büyüsüzsün. Kıskası o bir şey kılır, S&P 500'de sen atma şimdi. Mantık şu. Fakat böyle şey değil. Bu oyunda derler, hegemonlukunu kolunda uşak tutma, yolunu tapar. Mesela, hazır en zor Trump cavdas tuttu, hemen kısımda tuttu bütün dünya. Ya bu grafiğe cevap vereyim. Yenilik gerek, uzun. 3 yıl Mayda, 2025 yıl Mayda, Trump Britanya bilen muzakere etdi. Prosto barıdan ben meselelerini alsam, bu masa sam tarih koyacağım dedim. Ben düşündüm. Gerek yönüm ki, Büyük Britanya tariflerinde 5%'dan 1% düşürdü, özellikle 10% dikler. Büyük Britanya şu anda buranı kahramanlarının resmini almıyor. Güçlü, etanol, Mekke, şu mesela Alman'da olur. Çünkü bir genetik modifikasyon ama işte Avrupa taraflarına çok seviyor. Barada azanlar. Şimdi yok. Gerçi şunu da bilemeyiz. Çünkü harbiy, siyasi, iktisadi hegemon devlet. Buraya bir narsa okuduk mu? Prosto kanun çıkarar. Yandan vermekte. Aslında neye devletler tavarlık bildik mi? Prosto bana bundan iş kampanyadan alanlar ve neticesinde aslında sağlıkla belirlenen günü Amerika ve Büyük Britanya ortasında gelişme kılıngan çizgi var.
sotuvchi kompaniya. Va undan keyin ko'rib tursa, narxi ko'tarilib boradi. O'zi tushib ketadi kompaniya. Rasmiy tushib qoladi. Shunga kelib turib, biroz vaqtdan beri, yanvardan beri turibga varadi. Keyin Amerika aralashdi, davlat aralashdi, barxandan meni kompaniya narsasini olasan dedi. Keyin o'sha yana ko'tarilib turdi. Endi uchinchi qonuniyat, jamoat qonuniyatida bu tabiat kuchlari. Tabiatga qarshi qo'yildi. Bu yozib. Tabiat qonuniyatida ham vaqtida men 3 narsani beraman. Ya'ni 3 narsa doim taqchil yerda. Yer, energiya va ozuqa. Shu 3 narsaga strategik shu ustuna taqchilliklar qarshi chiqmoqda. Masalan, yer doim taqchil to'g'rimi? O'zbekistonda yer postiyan qimmatli dediğimiz to'g'ri. Lekin bu narsa chegaralangan. Ya'ni yer chegaralangan. Men boshqa sayyoraga ko'chmayinchamiz. Biz postiyan juda demak, shu sababli biz Amerikada REITlarni savdolashyapmiz. REIT degan so'z Real Estate Investment Trust ya'ni qisqasi oddiy qilib aytganda ko'chmas kompaniya. Ko'chmas mulkni sotib oladi, uni arenda oladi. Bu arenda kompaniya. Masalan, birinchi narsada Equinix deymiz, uchinchi turmani data centerlarni oladi. Data center deymiz, yirik serverlar turgan joy shu arenda oladi. Yoki ikkinchi American Tower bu ya'ni bishka kompaniyalari bishkalarni arenda oladi. Simon Properties deymiz, торговый centerlar, do'konlar arenda oladi. Va hatto umumiy jihatdan yer cheklanganmi? Eng ularda qisqa daromad bo'lmaydi bo'ladi. Yoki ikkinchi energiya cheklangan. Energiya cheklanganda biz ikki narsa olib boramiz. Birinchisi, ba'zi gaz, kamayapti. Atom elektrostansiyalari shamol va quyosh energiyalarini saqlash kerak. Bu yaxshi bo'ladi, kerak bo'ladi. Lekin pul shuna aytib o'tiraversang, senga yana 20 yil foydalanishing qiyin bo'ladi. Chunki hali bir 20 yilsiz bizdan neftdan voz kechirmaymiz. Shu sababli biz neftdan jon sog'diramiz. Hozir ko'rib tursa, oxirgi yillarimizda neft shu darajada jonlar arzonlashdi hisoblanib hozircha. Va shu sababli ular jonlar savdoga keta boshladi. Voy. Neft taxminan 65 dan pastda bo'lsa, biz uchun zo'r savdo kerak. O'rtacha neftni qazib olishlar xarajatlari xaridlar. Yevropada o'rtacha neftni qazib olish xarajatlari $40 bo'ladi. Ya'ni u kamyaqi bor. Shu sababli neftni qazib olib turib $20 dan sotmaydilar, zarar. Mumkin bo'ladigan